Assalomu alaykum hammaga. Bugun 48-testni yechimini ko'rib chiqamiz. Birinchi savol. Dushanba kuni 12 ta, seshanba kuni esa undan 6 ta ko'p telefon sotgan, chorshanba kuni esa 9 ta sotgan bo'lsa, mana shu 3 kunda o'rtacha nechta telefon sotilgani so'ralyapti. Demak, 3 kundagisini o'rtachasini topishimiz uchun dastlab 3 kundagi telefonlar sonini qo'shib chiqamiz va 3 ga bo'lamiz. Shunda o'rtachasi kelib chiqadi. Natija 13 ga teng. To'g'ri javob A. Ikkinchi savol. 4, 5, 6, 7 raqamlardan foydalangan holda biz 3 xonali son tutishimiz kerak. Mana shunaqa nechta 3 xonali son bor deyapti. E'tibor beradigan bo'lsak, birinchi xonasiga 4 ta raqamdan ixtiyoriy bittasini qo'ysa bo'ladi. 4 ta imkoniyatimiz bor. Ikkinchi va uchinchi xonalarga ham xuddi shunaqa 4 tadan imkoniyatimiz bor. Demak, 4 larni ko'paytirib chiqadigan bo'lsak 64 bo'ladi. To'g'ri javob D. Uchinchi savol. 1 dan 50 gacha bo'lgan sonlarni yozishda necha xil raqam ishlatiladi deyapti. Bilamizki, raqamlar 10 ta bo'ladi, 0 dan 9 gacha 10 xil raqam qatnashgan. To'g'ri javob D. To'rtinchi savol. Olmadan 5 kilogramm, shaftolidan 4 kilogramm, olxo'ridan 2 kilogramm, kartoshkadan 3 kilogramm sotib oldi. Olma jami mahsulotning qanday qismini tashkil qiladi deyapti. Demak, jami olingan mahsulotlar massasi 14 kilogramm. O'shandan 5 kilogramm olma bo'lgani uchun 14 dan 5 qism bo'ladi. To'g'ri javob C. Xo'p, 5-savol. Sardor Azizdan hozir 3 marta katta, ya'ni bu x bo'lsa, bu 3x. 3 yildan keyin Sardor 18 ga kiradi. Demak, u hozir 15 yoshda. U 15 yoshda bo'lsa, Aziz undan 3 marta kichkina bo'ladi, u 5 yoshda bo'ladi. Endi Aziz 3 yildan keyin nechaga kiradi deydigan bo'lsak, 8 ga kiradi. To'g'ri javob B. Xo'p, 6-savol. 571-yil nechinchi asrga to'g'ri keladi deyapti. 571-yil 6-asrga to'g'ri keladi, chunki 5 asr deydigan bo'lsak 500 yil, 500 yildan oshib ketgani uchun u 6-asrga o'tib ketadi. To'g'ri javob A. 7-savol. 120 ning nimchoragini topishimiz kerak ekan. Bu 15 ga teng va eng kichik 3 xonali sonning chorak qismini topishimiz kerak. Eng kichik 3 xonali son bu 100, choragini toping desa 4 ga bo'lamiz 25. 25 dan 15 ni ayiradigan bo'lsak 10 bo'ladi. To'g'ri javob B. Xo'p, 8-savol. A teng 2B plus 3, B teng B plus 2 teng 11 bo'ladigan bo'lsa, biz mana bu ifodani qiymatini hisoblashimiz kerak. Dastlab mana bu qatordan B ni qiymatini topib olamiz. B 9 ga teng. Endi B 9 bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerga olib kelib qo'ysak, 2 kara 9 18, 3 ni qo'shsa 21. Demak, A 21 ga teng. Endi A ko'paytiruv B deyapti. Demak, 9 kara 21 ayrilgan 9 ni hisoblasak 180 bo'ladi. To'g'ri javob B. 9-savol. Ushbu qonuniyat asosida biz so'rovnodagi noma'lum son topishimiz kerak. Qonuniyat quyidagicha. 7, 6, 5 ni qo'shib, yig'indini 3 ga bo'ladigan bo'lsak, 6 chiqadi. 3, 4, 5 ni qo'shib 3 ga bo'ladigan bo'lsak, 4 chiqadi. 1, 7, 7 ni qo'shib 3 ga bo'ladigan bo'lsak, 5 chiqadi. 2, 4, 21 ni qo'shib 3 ga bo'lsak, 9 chiqadi. To'g'ri javob A. 10-savol. Agar Azizni bo'yi 1 metr 40 cm, Boburni bo'yi esa 10 detsimetr 35 cm bo'ladigan bo'lsa, kimning bo'yi qanchaga uzun deyapti. Demak, dastlab ikkalasini ham uzunliklarini santimetrga aylantiramiz. Bu ko'rinib turibdiki, Aziz 142, Bobur 135 bo'ladigan bo'lsa, 142 dan 135 ni ayiramiz. 7 cm, Aziz balandroq ekan. To'g'ri javob C. Xo'p, 11-savol. 4543 sondan keyin keladigan, 3 bilan tugaydigan birinchi sonni topishimiz kerak. Bu 4533 bo'ladi. To'g'ri javob B. Xo'p, 12-savol. Agar bo'linuvchi 67 ga, to'liqsiz bo'limi 8 ga, qoldiq 3 ga teng bo'lsa, bo'luvchini topishimiz kerak. Bilamizki, qoldiqli bo'lishning formulasida bo'linuvchini topish uchun to'liqsiz bo'limi va bo'luvchi ko'paytirilib, qoldiq qo'shiladi. Mana shu tenglamadan x topadigan bo'lsak, bu 8, demak bo'luvchi 8 ga teng ekan. To'g'ri javob C. 13-savol. Agar hozir soat 19:13 bo'lsa, shundan keyin birinchi keladigan, aynan mana shu raqamlar ishtirok etadigan vaqtni topishimiz kerak. Demak, bundan keyin birinchi keladigan vaqt 19:31, aynan o'sha raqamlar qatnashgan. To'g'ri javob D. 14-savol. 3 burchak bo'lingan 3 teng 5 ga teng, 4 burchak plus 3 burchak 19 ga teng bo'lsa, 4 burchakni topishimiz kerak. Bu yerdan 3 burchak 15 ligi ko'rinib turibdi. Demak, 3 burchakning o'rniga 15 bo'lsa, 15 ga 4 ni qo'shsa 19 bo'ladi. Demak, 4 burchakning javobi 4 ekan. To'g'ri javob C. 15-savol. Ushbu sonlar ketma-ketligi berilgan. Biz ixtiyoriy 3 tasini olib, eng kichik yig'indini hosil qilishimiz kerak. Eng kichik yig'indi bo'lish uchun eng kichik sonlarni tanlab olamiz. Bular 5, 6, 7, yig'indisi 18 bo'ladi. To'g'ri javob C. Xo'p, 16-savol. Ikkita kvadrat berilgan va mana bu yerning uzunligi 2, jami uzunligi esa 10 ga teng deyapti. Demak, kichkina kvadratning balandligini tomonini x deydigan bo'lsak, katta kvadratning tomoni x plus 2 bo'ladi. Chunki 2 cm tepaga chiqib qolgan. Endi x ga x plus 2 ni qo'shgan payt 10 chiqishi kerak. Bu yerda tenglamani aytsak, x teng 4. Ya'ni kichkina kvadratning tomonini topdik. Endi perimetrni topishimiz uchun o'sha tomonni 4 ga ko'paytiramiz, 16 bo'ladi. To'g'ri javob D. 17-savol. 10 ning 10-darajasi necha xonali son deyapti. Bilamizki, 10 ning 10-si degani 1 ni orqasida 10 ta 0 bor degan. 1 ni orqasida 10 ta 0 bo'ladigan bo'lsa, o'zi 1 ni o'zi bilan 11 xonali son hosil bo'ladi. To'g'ri javob D. 18-savol. 3 kilometr, 4 metr, 6 detsimetrni detsimetrga aylantirishimiz kerak. Bilamizki,
1 kilometr 10 ming detsimetr, 3 ga ko'paytirsa 30 ming bo'ladi. 4 metrimiz 40 detsimetr, 6 detsimetrimizni qo'shib qo'yadigan bo'lsak 30 ming 46 detsimetr bo'ladi. To'g'ri javob C. 19-savol. Mahsulot narxi dastlab 100 so'm edi, o'ndan bir qismicha qimmatlashtirildi. O'ndan bir qismi 10 so'm bo'ladi va qimmatlashtirildi desa 110 so'm bo'ladi. Endi o'sha yangi narxni ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin yana o'ndan bir qismicha arzonlashtirdik. 110 ni o'ndan bir qismi 11 bo'ladi. Endi arzonlashtirdi degani uchun 110 dan 11 ni ayiramiz 99. Oldin 100 so'm edi, endi 99 bo'lsa 1 so'm arzonlashgan. To'g'ri javob D. 20-savol. 4 ta variantlardan qaysi birini boshqalarga nisbatan natijasi, ya'ni javobi farqli deyapti. Demak, 3 kere 15 45 chiqadi. Boshqa variantlardagi misollarning javoblari esa 40 chiqadi. Xo'p, bizda shuning uchun to'g'ri javob A. Agar farzandingiz o'qishni yoqtirmasa, muammo bolada emas, tizimda. Orbital o'quv markazi mingdan ortiq o'quvchilarni prezident va ixtisoslashgan maktabga tayyorlagan samarali va ishonchli o'quv markazidir. Bizning dastur 2-sinfdan 6-sinfgacha bo'lgan o'quvchilar uchun mo'ljallangan va quyidagi asosiy darslarni o'z ichiga oladi. Ingliz tili, matematika, tanqidiy fikrlash va logika. Tajribali o'qituvchilar, interaktiv metodika va natijaga yo'naltirilgan mashg'ulotlar bilan farzandingiz prezident maktabiga tayyor bo'ladi. Hoziroq quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Joylar soni cheklangan.